Assalomu alaykum Arashan Vodiy kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi akalar ukalar. Bugun 26-iyun sanasida Xudo xolisa o'zimizni qo'ridan, o'zimizni xonadondan yaxshi qo'ylarni Xudo xolisa obzor syomkasini qilib ko'rsatib o'tamiz akalar. Videoda uzoqlashmay Xudo xolisa like bosib, qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz akalar. Birinchisiga qo'yiladigan sog'lig'imiz 80 liniya bo'ladi akalar. Mana yarchi qo'z sog'lig'i hozir ozgina kunlik bo'ldi. Xudo xolisa qo'z sog'lig'i imatda. Mana ko'ringlar, o'zimiz Xudo xolisa chiroyli tug'dirib olgan ena bola qo'yimiz. Qiziqqan akalarimiz tavsiya qilib qolamiz. Sog'lig'imiz qo'z tushda onasi endi shakka o'tdi. Quloqlari 20 plusda kalla formalarga baho berib qo'yasizlar. Mana yarchga qo'z sog'lig'i akalar. Qiziqqan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolisa bugungi yaxshi qo'ylarni obzor syomkasini ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa matkalarni ham ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolisa sut idishlari ham nihoyatda kelishgan zo'r. Ikkala tomoni ham zo'r ishlar. Qiziqqan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz akalar. Xudo xolisa ena bolamiz sotuvda. Buni narxiga keladigan bo'lsak 1300 dollarga qo'yib beramiz. Xudo xolisa kelishamiz, Xudo xolisa yetkazib beriladi. Hozir bundan keyingilarni ham bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tamiz akalar. Yangi tishakka tishini buzdi. Xudo xolisa birinchi qoringa tuqqan sog'lig'i bu ham yarchi qo'z sog'liq ko'paysin Xudo xolisa. Nihoyatda quloqli bola tushirgan. Mana akalar. Qiziqqan akalarimiz tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolisa bundan keyingilarni bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'sh, bu ikkinchi sog'lig'imiz bo'ladi akalar. Qo'limdan kelgancha bitta ko'rsatib o'tyapman. Bu ham o'sha 80 ni sherigi bo'ladi. 80 liniya sherigi. Churga bolasiga yaxshilab baho berib qo'yasizlar. Razrezlari moshni, pochalari zo'r. Xudo xolisa bundan qo'z qo'chqor tug'ildi. Ikkalasini 3 kunlik hayali bor. Bu 3 kunlik kichikroq. Bu onasi akalar. Onasi yangi o'sha tishini ikkitaga chiqarayotgan sog'liq. Qiziqqan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. 85 minusga behijolat olaverasizlar. Bu degani o'sha 83 kunlari. Mana qo'z qo'chqar. Qo'z qo'chqar razrezlik mana akalar. Qo'chqor qilib oladigan Xudo xolisa. Razrezlari, kassalari. Xo'sh akalar, Xudo xolisa ena bolani tavsiya qilib qolaman. Qo'zini qo'chqor qilib oladigan Xudo xolisa. Qiziqqan akalarimizga tavsiya qilamiz. Onasi o'sha 80 ni o'g'li qoladi Xudo xolisa. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham sotuvda. Buni ham narxiga keladigan bo'lsak, o'sha 1300 dollarga Xudo xolisa qo'yib beramiz akalar. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylarini aytib o'tdim. Sog'lig'imizni quloqlari ham nihoyatda kelishgan. Quloqlari 19 plusda. Mana qo'zi qo'chqorchasi akalar. Nihoyatda pochalar butun tushgan qo'z qo'chqarni. Akalar behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Biz bundan keyingilarni ham bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tamiz akalar. Uchinchi ena bola sog'lig'imiz qoladi. Xudo xolisa o'sha pantera qo'chqarimizdan tushgan yarchi qo'z sog'lig'ini quloqlari ham o'sha 20 plusda. Razrezlari moshni. Onasini Xudo xolisa ikkinchi qizi. Uchinchisiga endi Alloh nasib etsa qo'chqoriga biz o'zimiz qo'shdik. Bu yo'q Allohdan akalar. Mana ekan. Yarchi qo'z sog'lig'iga lekin bir baho berib qo'yasizlar. Jonivar vobshe mushun. Mana akalar. Qiziqqan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ena bolani zo'rini Xudo xolisa. Onasi yangi o'sha 6 ga tishini buzgan. Qiziga yaxshilab bir baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisa imkon darajasida qo'y soniga emas, imkon darajasida o'sha nasliga boqishni tavsiya qilamiz akalar. Mana ena bola orqalarini ham yaxshilab ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolisa bular ham sotuvda. Alloh nasib etsa. Mana
o'z sog'lig'iga baho berib qo'yasizlar. O'sha Pantera qo'chqaridan tushgan o'z sog'lig'i. Mana aka. Qiziqar akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. O'z sog'lig'ini ham bo'lari уже 70 plusda. Mana. Akalar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu 3-eni olamiz deb qoladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi $1500. Xudo xolisa kelishadigan joyi bor. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Biz shu yana qo'shib qo'ydik. Xudo xolisa bu yoq Allohdan. Mana o'z sog'lig'ini quloqlari 20 plusda akalar. Shu Pantera qo'chqaridan tushgan sog'liq. Mana liniyali sog'liq. Xudo xolisa qiziqar akalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mana onasi. Onasini bo'ylari уже 85 plusda bo'lyapti. Razrezlarimiz shu qiziqar akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Akalar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh akalar, egizak so'ragan akalarimizga qulluqlar kelganicha bularni juda qiyin jonivorlar. Egizak so'ragan akalarimizga egizagimiz sotuvda. Akalar o'z sog'lig'i o'sha 3 oylik. Nihoyatda quloqli. Akalar bolasi ham o'sha baldoqliq. Xudo xolisa bular ham sotuvda. Qizlarning orqalari nihoyatda kelishgan. Orqalari ko'tarilgan mashina. Agar bir joy olamiz degan akalarimizga ham xudo xolisa bular sotuvda. Yo'masa, abdenni qizlarning o'zini sotsangiz olamiz deganlarga qizlari ham sotuvda akalar. Onasini tishlari yosh akalar. Xudo xolisa birinchi qoringa tushgan bolalari o'z sog'liqlar egiz. Qiziqar akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. O'z sog'liqlari ham nihoyatda quloqli. Ikkalasi baldoqliq. Onasida ham baldoq bor. Xudo xolisa bular sotuvda akalar. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, narxlari akalar $2200 ga qo'yib beramiz. Agar qizlarni abden olaman degan akalarimizga narxi bo'ladigan narxi $500 dan qizlarni beriladi akalar. $500 dan yarchi o'z sog'liqlari sotiladi. Onasini narxiga keladigan bo'lsak, onasi $1300. Xudo xolisa kelishadigan joyi bor. Birinchi qoringa tushgan bolalari egizak o'z sog'liqlar nihoyatda quloqli tushgan. Bolalari ham katta. Xudo xolisa ikkinchi qoringa onasini qochirib qo'yildi shu. Hozir onasi bo'g'oz Dandibrenada. Onasini bo'ylari shu 90 plus minus. Qiziqqan akalarimiz bexijolat telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz aloqada. Alloh nasib qilsa egiz so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz aloqada akalar. Onasini xudo xolisa qochirib qo'ydik. Qo'chqoriga qo'shib Baquda turgan enavola sog'lig'imiz. Egiz so'ragan akalarimizga tashlab qo'yamiz akalar videoni. Xo'sh akalar, 5-partiyamizga xudo xolisa o'sha liniyasi bor, liniyalik qo'zlarni so'ragan akalarimizga liniyasi shu Germes, yanvarsk qo'z qo'chqorlarimiz sotuvda. Alloh nasib qilsa o'z qo'chqorlar yaxshilab bir baho berib qo'yasizlar. Ikkalasini ham sotuvga qo'ydik xudo xolisa. Bo'ylari kichirag'iniki 70+da. Xudo xolisa shiriginiki o'sha 80 plusda. Mana akalar. Razrezlari moshina, o'z qo'chqorlarning kalla formalari вообще ideal. Qiziqqan akalarimiz tavsiya qilib qolamiz. Agar Arashan qo'zi qo'chqori zo'rini olaman degan akalarimiz sotuvda. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bular narxiga keladigan bo'lsa, akalar, ikkalasini xudo xolisa bir joyga $1000 ga qilib beramiz. O'sha $1000 dan akalar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Liniyasi qiziqqan akalarimizga o'z qo'chqorlarimiz sotuvda. Yanvarskiy qo'zlar akalar. Xudo xolisa уже qo'liga hazil qilib qoldi jonivorlar. O'z qo'chqorlarimiz nihoyat ideal. Qiziqqan akalarimiz shoshilamiz, aloqaga chiqamiz. Xudo xolisa sotuvda qo'zlarimiz. Inshaalloh.